suv borasiga bir dona oyat bor ekan, men tana eshitganim ham yo'q edim, bilmaydim ham. Voqea surasi 68-oyatiga Rabbimiz aytadiki: "Afara'aytumul ma'allazi tashrabun." Ma'nosi shuki, ichganlari suvni hech tushunmaysizlarmi? Ya'ni suvga bizlarni tushunmog'imizni, bunga fikr etmog'imizni Rabbimiz bizdan istaydi. Suvni o'zini qo'lga olsangiz, shu molekullarini fikr qilsangiz, H2O formuladan tashkil bo'lgan. Ikkita molekul hidrogen bor, bir molekul oksigen bilan birlashgan, bular nimani? Suvni tashkil etgan. Hidrogen nimada? Yonayotgan bir modda. Ayni zamonga bu infloq etayotgan bir xosiyati ham bor. Undan keyin oksigen nimada? Yonmoqga yordamchi bo'layotgan, ya'ni yoqıcı bir narsasi bor, xususiyati bor oksigenda. Alloh ikki dona xatarnok narsadan bizga nimani bergan? Suvni bergan. Bu qancha tafakkur etilmog'i lozim. Ya'ni Alloh shunda ochiq qilib qo'yadiki, bilinglar deydi, bergan meni qudratim bor deydi. Ya'ni imkonsiz joylardan bizga berayotgan narsalari bor.